Haligi set yonsa uzib bo'lmaydi-da. Ishlab turaveradi makinalar. Iloji bo'lsa set o'chirib bo'lasiz, set yongandan keyin. Bahor oyida jo'ja ochirish sezoni ham boshlandi. Shu boisdan juda ko'pchilik qo'ng'iroq qilib, uka inkubatorlardan chiqaring degan uchun biz sizlarga har xil assortimentdagi inkubatorlarni optim joyidan video chiqaryapmiz. Mana bu yerda hattoki 10 talikdan boshlab, mana ko'rishimiz mumkin, 10 talik inkubatorlardan boshlab 400 talikgacha bemalol zakaz berib, o'z biznesingizni yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, bularni zavodskoy holatda Xitoydan zakaz qilib olib keltirilgan. Xudo xohlasa, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beriladi. Manzil esa Andijon viloyati, Shahrixon tumani, Segazaqum mahallasida joylashgan. Qanaqadir savol bo'lsa, videoni diqqat bilan kuzatishda davom etinglar. Biz bularni har biri haqida qisqacha ma'lumotlarini aytib o'tamiz. Qani unda boshladik. Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Mana yangi turdagi inkubatorlarimiz yetib keldi. Eng kichigi 10 talikdan boshlab 400 talikgacha bo'lgan inkubatorlarimiz yetib keldi. Hamma turidan bor. Kim qanaqasidan xohlasa, hammasidan O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Dastavkalarimiz faqat pullik. Endi birinchi inkubatorimizni boshlaydigan bo'lsak, bu 10 talik inkubatorimiz, keyingisi 15-30 ketaveradi shunaqa qilib. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, mana yozib qo'yganmiz. Videoga chiqsa ko'rishinglar mumkin, to'xtatib yoki hammasini hozir aytib o'tib ketamiz, qaysi biri nechtalik. Bu 10 talik inkubatorimizga keladigan bo'lsak, bu oq inkubatorlarimiz hammasi ishlash prinsipi bir xil. Mana o'zi ham juda bir qiziqarli narsa. Bu hozir komplektini olib ko'rsatamiz. Bu yerda tuxum tekshiradigan avaskoplargacha, keyin mana bunaqa yangilik narsa qilib qo'ydik. Jadvallari bor. Inglizcha yozilgan, faqat bemalol o'qib chiqib qanday boshqarishlarni tushunib olsangiz bo'ladi. Xo'p, ko'rinishi shunaqa bir unikalniy bir qiziq narsa. Tuxumni o'zi avtomatik aylantiradi. Qashi katta 130 talar qanaqa vazifani bajarsa, bu ham xuddi shu vazifani bajaradi. Komplektida kitob bor inglizcha, mana bunaqa jadvali bor. Xo'p, yana aytib o'tadigan bo'lsak, qolgan komplekt razvedkasi, 12 volt akkumulyatorga ulash uchun suv idishlari, hamma narsasi komplektida bor. Shu. Xo'p, ochishlari bir xil bo'ladi. Xudo xohlasa hammasi bir xil. Ishlash prinsipi hammasi bir xil. Narxi 420 mingmi? Bunimizning narxi 420 ming so'm chiqadi. Keyin yana bir narsani aytib o'tib ketamiz. Bu oq inkubatorlarimizda hozir naryoqda bittasini suqib ko'rsatib beramiz. Namlik ko'rsatmaydi. Bularga yangilik qilib, Xudo xohlasa hayit bayramiga hammasiga bittadan namlik datchik qo'shib beramiz. Hozir yonimizda yo'q. Bugun qabul qilamizda har bir klientimizga, xarid qilgan xaridorimizga hammasiga bittadan namlik datchik qo'shib beramiz. Shunda nariga katta inkubatorlar bilan почти ishlash prinsipi bir xil, qulayligi bir xil bo'lib qoladi. Shunaqa. Keyingi inkubatorimiz ham xuddi shular bilan bir xil, 15 talik, narxi 500 ming so'm, ishlash prinsipi bir xil. 30 taligimiz 650 ming so'm, ishlash prinsipi bir xil. Bu 48 talik inkubatorimiz 800 ming so'm. Bu 130 talik inkubatorimiz. Bu 130 talik inkubatorimizga namlik datchik qo'shib beramiz. Keyin bunda yana qulaylik joyi, issiqlik temperatura tushib yoki oshib ketadigan bo'lsa, signalizatsiya xususiyati ham bor. Keyin mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, har bitta inkubatorimizga o'zimizni logotipni yopishtirganmiz. Ko'ryapgan bo'lsangiz. Shtobi xarid qilgan xaridorimiz bizning inkubatorimizga ishonch hosil qilish uchun. Bu yerda ishlatish haqida mana jadvallari, kitoblari, komplektlari, avaskoplari, hamma narsasi ichida. Bir qator ichini ko'rsatib o'tamiz mana. Rollari bor, setkalari bor. Endi buni ishlatish bo'yicha iloji boricha o'zimizning kanalga o'tishinglarni so'rab qolamiz. Chunki alohida bu hozir cho'zilib ketib qoladi videoni agar tushuntirishni aytadigan bo'lsak. O'zimizning kanalimizga o'tsanglar, ishlatish bo'yicha videolari o'zi bor. O'sha yerdan ko'rib chiqishingiz mumkin. Yana chiqaramiz qanday ishlash, qanday foydalanish, qanday jo'jalarni ochirish bo'yicha. Shunaqa, bu oq partiyamiz eng bir hadovoy bo'lgan, arzonbob, hamyonbob inkubatorlarimiz. Bu inkubatorimiz 130 talik 1 million 300 ming so'm. Komplektida namlik qo'shib beriladi. Avaskop, qolgan komplektlar ham hammasi ichida bo'ladi. Keyin bu ko'k inkubatorlarimiz full variantlar deyiladi, lekin aslida mana bu birinchi 36 talik inkubatorimiz bu full variant emas. Ishlash prinsipi oqlar bilan bir xil. Bunga ham namlik datchik qo'shib beriladi. Ichini ochib ko'rsatadigan bo'lsak, faqat buni korpusi ozgina mustahkamroq bo'lganligi uchun, gabariti kattaligi uchun
ozgina qimmatroq chiqadi. Bunimiz narxi 36 tuxumga mo'ljallangan 750 ming so'm. Keyingi 64 talik inkubatorimiz 1 million 100 ming so'm narxi. Bu full varianti. Buni kontrollerlari 64 talik, 128 talik hamma katta inkubatorlardagi kontrollerlari bir xil. Eng full variantdagi bemalol parranda turlarini o'zi boshqaradi. Ko'p xususiyatlari bor. Namlilar ko'rsatadi. Hammasini ko'rsatib turadi. Kunini ko'rsatmaydi, nastroykasini necha kun bo'lganini ko'rsangiz bo'ladi. O'zi kuniga qo'yib boshqaradi. Uni ham qanday boshqarishlarni o'zimizni kanalga o'tsa, Xudo xolasa tushuntirib o'tamiz. O'zimiz alohida ishlatish bo'yicha video qilib joylaymiz. Bu 128 taligimiz 1 million 600 ming so'm. Mana komplektini ochmaganmiz. Ichida komplekt shunaqa boradi. Klientimizga kim xarid qiladigan bo'lsa, xuddi shunaqa korobkaning ichida bo'ladi. Xo'p, keyingi inkubatorimiz mana 200 talik. 200 talik inkubatorimiz 2 million so'm. Bu yerda mana suqib qo'yganmiz. Uje mana suqqanimizga 20 minut bo'lib bo'lmay kerakli darajaga chiqdi mana 37-8 da ushlab turibdi. Ichida suv yo'qligi uchun namligimiz 0% gacha tushib ketgan. Agar suv qo'ysak bu 60-70 atrofida namlik turadi. Ichki ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. Bu suv donlari mana roliklarning ustiga tuxum qo'yiladi, o'zi avtomatik boshqarib boradi. Misol tuxumim ozroq, lekin 200 talikka qiziqyapman deydiganlar uchun bir qatorini olib tashab turib, pastdagi qator va kallasini o'zini qo'yib ishlatsa bo'ladi. Miyasini o'zini, boshini, tepa qismini qo'yib turib 100 talik qilib ishlatsa bo'ladi, bunisini olib qo'yib ishlatsa ham bo'laveradi. Bular ham xuddi shunaqa. Misol 300 taligiga keladigan bo'lsak, 300 taligimiz ham 3 etajli bo'ladi, 100 tadan 300 talik bo'ladi. Ishlashi bu yerda qarang, mana ko'rinyapgan bo'lsa, tovuq, o'rdak, g'oz, qushlar va robot belgisi turibdi. Bu robot belgisi bu tomonda yo'q parranda turini shunga qo'yib, keraklik gradusga qo'yib, keraklik namligida qo'yib, avtomatik boshqarsa bo'ladi. Bu yerda parranda turini o'zgartirish uchun mana model knopkasini ezib tursak, mana tovuqqa o'tdi. Yana kerakli parrandaga o'tkazish uchun yana ezib tursak, mana ko'rayotgan bo'lsangiz o'taveradi. O'rdak ochilmoqchi bo'lsangiz o'rdakka qo'yib qo'yasiz, tovuq ochilmoqchi bo'lsangiz tovuqqa qo'yib qo'yasiz. Keyin bu yerda pastdagi knopkamiz tuxumimizni tekshirish uchun svet yoqib beradi bu tomondan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz Ibrohim. Xo'p, bu yerda kerakli funksiyalarni boshqarish uchun plus minus, pоворotni aylantirish uchun o'zi avtomatik boshqaradi, pоворotni aylantiradi. Siz ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, plus tugmasini bosib aylanishini ko'rsangiz bo'ladi. Hozir ko'zimiz ilg'amasligi mumkin, chunki juda ham sekin aylanadi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, shestindaga e'tibor berib tursanglar, videoda agar ko'rinsa mana aylanyapti, xudo xolasa hammasi joyida. Har 2 soatda 90 sekundga pavorotimiz aylanadi. 2 soat o'chiq turadi. Ko'pchilik xarid qilganlar ozgina shikoyat bo'lib qoladi, tushunmovchilik bo'ladi. Shikoyat emas, tushunmovchilik. Pavorotimiz aylanmayapti deydi. 2 soatda bir marta aylanadi. 2 soat o'chiq turadi. Bu 300 talik inkubatorimiz 2 million 600 ming so'm. Ishlash prinsipi molar bilan bir xil. Hozir mana aytib o'tdik-ku, qanday ishlash bo'yicha. Bular ham xuddi shunaqa ishlaydi. Ko'rinishi shunaqa, hajmida farq qiladi xolos. Bu inkubatorimiz eng katta yangilik bu 400 talik inkubatorimiz. Parranda biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar uchun eng qulayi. Misol bittasini sotib olib, etap ochirib, misol jo'jalarni bozorga olib chiqib bemalol sotib foydalansa bo'ladi. Yoki o'zi tuxumga yo'nalishga ko'proq tovuq boqmoqchi bo'lsa, 400 tuxumni qo'yib ochirsa bo'ladi. Keyin bularning foizlari xudo xolasa to'g'ri foydalansa 70% dan 60% dan yuqori bo'ladi boshda. Chunki ishlatishda tushunchaga ham bog'liq bo'lyapti. Ko'pchilik YouTube kanalimizga o'tmaydi yoki Telegram kanalimizga kirmaydi, ishlatishda tushunmasdan, o'z boshimchalik bilan tushunmasdan foydalangani uchun ozgina xatolik o'tib qolgani uchun o'zidan u bitkaga kirib qoladi. Shuning uchun обязательно iltimos qilib qolamiz, YouTube kanalimizga kirib, обязательно videolarni ko'rib o'rganishni tavsiya qilamiz. O'sha YouTube kanalingiz Uz inkubator desa chiqadi. Uz inkubator desa YouTube kanalimiz chiqib keladi, xudo xolasa. Ushbu logotipda. Xo'p, shu dastavkalarimiz endi pullik bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Andijon manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida. Xo'p,
Endi aka necha kunda ochib chiqadi aslida? Aslida 21 kun. Aha, bunda ham 21 kunda. Ha, 21 kun, 22 kun, 23 kungacha cho'zilib ketishi mumkin. Nimaga desangiz, tovuq 21 kun, 22 kunda turib ketib qolsa, qolgan tuxumlarga ziyon yetib qoladi, ochamay qolib ketib qoladi. Bunda inkubator o'zi turaveradi. 22 kun, 23 kungacha turadi. Keyin kimlardir noto'g'ri hisoblaydi. Tuxum qo'ydingiz, 1 kun o'tgandan keyin 1 kun deb hisoblab ketasiz. Misol 19 kun bo'ldi desa, aslida 18 kun bo'lgan bo'ladi. Qo'ygan kunidan emas, 1 kun o'tib hisoblaydi. Shunaqa. Tushunarli. Xo'p, endi buni yana Dastavkalarimizni aytadigan bo'lsak, har biriga 10% dan minishi mumkin, har xil chiqadi. Maksimum 10%. Buni oladigan bo'lsa 400 taligini hali jo'natib ko'rmadik, lekin taxminan 300 mingga boradi. 300 mingga boradi. Bunimiz 200 ming, 250 ming so'm. 200 ming so'm deylik, 200 ming so'm xudo xohlasa. Bunimiz 150 ming, 200 ming bu ham shu. Bunimiz shu 100 ming atrofida. Shu hajmga qarab chiqaradi. Bunimiz ham misol 150 ming atrofida chiqardik. Bularda 80 ming, 70 ming. Bunimiz 60 ming, 50 ming, 40 ming. Shunaqa dastavka qimmat minmaydi. O'zbekiston bo'yicha viloyat va tuman sentrlarigacha chiqarib beramiz. YMU va BTS Express orqali chiqarib beramiz. Tezkor pochta 2-3 kunda yetib boradi. Faqat to'lovi oldindan bo'ladi. Ishonishingiz mumkin. Xudo xohlasa YouTube kanalimizga kirsanglar, juda ham 3-4 yildan beri video joylab boramiz. Xudo xohlasa, shu keyin yana bitta yangiligimiz, uzum marketdan ham xarid qilishingiz mumkin. Iloji boricha ushbu ko'rgan inkubatorlar chiqadi. Bash inkubatorlar xarid qilsanglar, chunki keyin so'roq savol, garantiya bo'yicha ham o'zimizga aloqaga chiqasizlar-da. Kafolat bo'yicha ham o'zimizga aloqaga chiqqanlarda almashtirib beramiz. Ushbu logotipi bor inkubatorlarga. Yana shu xullas. to'lovlari qanaqa bo'ladi aka? To'lovi onlayn qanaqa kart orqali klik, payme shunaqa. Endi kimlardir ko'proq olaman, haligi hokim ma'muni bo'ladi, 3-4 ta odamga перечисление qilishimiz kerak desa, dogovor tashab beramiz, перечисление qilib, bank orqali pul sursa ham bo'ladi. Xudo xolasa, bu qonuniy hammasi. Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lib, ro'yxatdan o'tib, davlat ro'yxatidan hammasini qonuniy olib keltirib, xudo xolasa mijozlarga yetkazib beramiz. Keyin ishlatish bo'yicha yana tushunmagan yosh katta odamlar bo'lsa, albatta qo'ygan telefon raqamlarimizga qo'yib, telefon qilib, bemalol qanday ishlatishni so'rab tushunib olsanglar bo'ladi. Iloji boricha YouTube kanaliga va Telegram kanalidan gaplashsak yoki Telegramdan muloqot qilsak yaxshi bo'ladi. Ishlatish bo'yicha. Aka, misol uchun ko'pchilik bu sohada yangi bo'ladi, lekin qiziqib xarid qilgandan keyin birinchi navbatda nimaga e'tibor berish kerak? Tuxum qo'yayotganda. Xo'p, tuxumni qabul qilamiz. Albatta urug'langan xo'roz bor, tovuq tuxumi. 4 ga 1, 5 ga 1 xo'rozi bo'lishi kerak. Xo'rozi bo'lishi kerak, xo'roz sog'lom bo'lishi kerak, qishda sovuq urmagan bo'lishi kerak, chaypalmagan, issiqda qolib ketmagan, iloji boricha 10-15 gradus atrofida saqlangan xonada bo'lsa, chayqalmagan, urilmagan tuxumni qo'yiladi. Faqat urug'langan bozor tuxum bo'lmaydi. Urug'langan tovuq tuxum bo'ladi. Iloji bo'lsa, joyiga borib tuxumni qabul qilsin. Keyin yana bir narsa inkubatorga qo'yganda rivojlanmasa tuxumdan bo'ladi. Agar rivojlansa, ichida rivojlanib o'lib qolishi ham mumkin-da. Rivojlansa, inkubatordan yoki ishlatishdan bo'ladi. Rivojlanib ichida o'lib qolsa. Agar rivojlanmasa tuxumdan bo'ladi. Asli sababi. Tuxumni qabul qiladi, roliklar ustiga teriladi. Mana ko'rgan bo'lsangiz, har biriga bu 200 talik bo'lsa, pastkiga 100 ta, ikkinchi etajiga yana 100 ta tuxum sig'adi, setkalar olib qo'yiladi. Setkalar faqat 19-kuni foydalanish uchun. Misol ochishni boshlaganda roliklarning orasiga qisilib qolishi mumkin jo'jalar. Shuning uchun setkalar olib qo'yiladi. Yoniga suv idish qo'yiladi. Mana bundaqa suv idish shu ko'rinishda turadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, tuxumlar mana setka solinib shunaqa yayib qo'yiladi. Tuxum terilishda mana bedanaga, tovuqqa, o'rdakka, g'oz tuxumiga qanday qo'yiladi. Hammasi kitobchasida anjamcha ko'rsatilgan. Suv idishlarni urug'ini tekis holda qo'yasiz. Keyin suv idishni qo'yganingizda ichiga suv kirishni boshlaydi. Iloji boricha qattiq bo'lgan bakalashga qo'yish kerak, butilkaga. Ichiga suv kirishni boshlaydi o'zi, poplavok bo'lib, mana kitobda ko'rsatilgandek, o'zi ichiga suv kirib boraveradi. Ichiga suv kirgandan keyin hamma suqib qo'yasiz, inkubatorda suqib qo'yganingizdan keyin hamma nazoratiga kelgandan keyin tuxumni qo'yamiz. Tuxumni qo'yganimizdan keyin tovuq tuxum bo'ladigan bo'lsa, mana bu knopkani ezib, hozir aytganimizdek tovuqqa o'tkazib qo'yiladi, bo'ldi.
Faqat suvga e'tibor berib turasiz, tugasa suv qo'yasiz. Bitta suv idishini birinchi kundan 19-kungacha faqat bitta suv idishdan foydalanasiz. Tugasa qo'yib 19-kuni 3 ta suv idish qo'yiladi. Bu yerda mana ko'rsatilyapti, 3 ta suv idish. Favqulodda svet o'chib qolganda akkumulyatordan foydalansa bo'ladi. Bu yerda akkumulyator o'zi ichida komplekti bo'ladi mana bundaqa. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Faqat iltimos qilib qolamiz, svet o'chganda ulab qo'yiladi, svet yongandan keyin uzib qo'yiladi. Bu yoq ulanib turaveradi 220 voltimiz. Doimiga 220 volt, vaqtinchalik favqulodda 12 volt ishlatamiz. Tuxum ular qo'yildi. 19 kun roliklar ustida turiladi. 19-kuni setkadan qo'yilib, tuxumlar setkaning ustiga olib qo'yiladi. Xo'p, keyin 10-kundan boshlab har kuni ertalab kechqurun 10 minutdan qoppog'ini ochib shabadalatiladi. Shunchaki qoppog'ini ochib qo'yiladi. Mana shu qiya qilib nimadir qistirib ochirib qo'ysa bo'ladi yoki bir burib mana bu shaklda hozir joyimiz tog'ligi uchun ko'rsa anaqa bo'lmayapti. Ozgina ochib qo'ysa, ichidagi havo chiqib ketishi kerak. Shu. Keyin baribir YouTube kanalimizga o'tib foydalanishni qanday abafurja o'rgatib o'tamiz yana. Shunaqa. Bu yerda mana ko'ryapgan bo'lsangiz, necha gradusda ushlash kerak, nima qilish kerak, hammasi inglizcha yozilgan. Bu yerda bu inkubatorlarga bu yerda tushunish uchun ko'rsatilgan. Ko'p narsa. Bu yerda boshqarish uchun emas. Shunchaki tushunib oling, necha turyapti, bu yerda nima bo'lyapti, tarjima qilsangiz ko'rinadi. Bu yerda o'zi avtomatikga aylantiradi, o'zi issiqlikni nazorat qiladi, o'zi namlikni nazorat qiladi. Faqat tushunsangiz bo'ldi, tushunib. Chunki tushunmasangiz nimadir noto'g'ri ishlab ketib qolsa, tuxumlarimizga ziyon yetib qoladi. Shu. Bu full variantdagi inkubatorlarimiz shunaqa qulayligi ancha qulaygina. Bu oq inkubatorlarimizda faqat gradus ko'rsatib turadi, namlik datchik qo'shib beriladi. Gradusni kerakli paytda set ezilib, plus minus boshqariladi. Qolgan avtomatik 2 soatda bir marta aylantiradi. Xuddi o'shanga o'xshab setga solinadi. Suv idishlari bir xilda bittasini qo'yib foydalaniladi. Hammasi bir xil, faqat ko'proq kontrollerlarda farqi bor. Bunda mana jadvalimizni ko'rsatadigan bo'lsak, jadvalga qarab 38 boshida set ezilib, plus minus qilib kerakli grasiya qo'yiladi. Keyin namlik datchik ko'rsatib turadi. O'rtacha 70% dan tushib ketmasligi kerak. Bu yerda mana namlik foizlari ko'rsatilgan. Bu yerda tuxum aylantirishlari ko'rsatilgan. Bu yerda 15 minut boshida misol 1,5 minut 1,5 minutdan standart o'zi 2 soatda 1,5 minut aylantirib turadi. 2 soat mana 1,5 minut qilib qo'ygan. Hammasini o'zi boshqaradi. Faqat bunda gradusi kerakli paytda tushirib, ko'tarib turiladi. Namlikka iloji boricha e'tibor berib turadi. 70 dan ko'tarilib yoki 40 dan tushib ketmasligi kerak. Suvsiz qolib ketmasligi kerak. Juda ko'tarilib ham ketish kerak emas. Faqat boshida bu yerda ko'rsatilgan 19-kundan boshlab 70% gacha ko'tariladi. 19-kuni 3 ta suv idish qo'yganingizda shunda 70-80 bo'lib ketadi. Ko'tarilib ketsa ziyon emas undan keyin. Ungacha iloji boricha 70 dan past ushlanadi. Chunki namlik yaxshi bo'lsa, ochar paytda tuxumlar yumshaydi-da, ochib chiqish oson bo'ladi jo'jani. Shunga namlik kuchaytiriladi 19-kuni. Ungacha faqat bitta suv idish yetadi. Qolganlari ham xuddi shunaqa ishlash prinsipi, mana shu aytib o'tganimizdek shunaqa. Qolgan tushunmagan narsalarga albatta kanalga o'tiladi. Aka, tuxumda urug'langanlik foizini nechinchi kunda aniqlasa bo'ladi? Inkubatorga qo'yganimizdan keyin 1 hafta 10 kundan keyin avaskop orqali tekshiriladi. Mana bunaqa avaskop orqali tuxumni qo'yganimizda qorong'u xonada svetni o'chirib qo'yganimizda ichidagi tochka bo'lib tomir otishni boshlaydi. Sal qimirlaydi. 1 haftalikda uj ko'rinishni boshlaydi. 10 kun, 15 kun bo'lgandan keyin tekshirsa, ichi agar sap-sariq tursa, u tuxum palaxta bo'ladi, ochmaydi uni. Agar ichi rivojlanib, qorayib qolgan bo'lsa, u ochib chiqish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shunga o'zida ham avaskoplar bor va podarka sovg'a sifatida avaskop ham qo'shib beriladi hamma inkubatorlarimizga va namlik datchik ham qo'shib beriladi. Shu, xudo xohlasa, inkubatorlarimiz kafolat beramiz. Ishlashiga kafolat beramiz. Foydalanishni iltimos qilib qolamiz. Biz ko'rsatgan ko'rsatma bo'yicha foydalaninglar. O'z boshimchalik bilan tushunmasdan foydalanib, ertaga yaxshi natija olamay, bizga shikoyat qilasizlar. To'g'risi shunaqa shikoyatlar 90%, 80% odam yaxshi natija olyapti. 10% odam
ko'rmasdan, bilmasdan so'raymiz, nima ish qildingiz o'zi deb so'rasak, mana ish qildingiz. Nimaga unaqa qildingiz desam, bilmadim. Shunaqa ekan u deydi. Videoda ko'rmabsiz, videoda mana aytilgan. Ashlarni ko'ring, xuddi shunaqa foydalaning desak, "Yo, menga bo'lmadi, anaqa edi, manaqa edi, oq edi, ko'k edi" deyshadi. Endi agar buzilsa, biz javobgarmiz. 3 oy ichida buziladigan bo'lsa, 3 oy emas, mana sizlar uchun xudo xolasa 5 oy kafolat beramiz. 5 oy ichida buzilsa, almashtirib beramiz inkubatorimizni. Agar 5 oydan keyin buziladigan bo'lsa, xudo xolasa kelishgan holda, misol kontroller buziladigan bo'lsa, kelishgan holda sizga miyasini o'zini jo'nataman, mana shu kallasini o'zini, uni menga jo'natasiz. Qanchadir savdolashamiz baribir. Chunki men buni Xitoydan buzilib qoldi inkubatorni menga boshqa jo'nat deyman-da, u yoqdan keyingacha 1 oy, 2 oy vaqtim ketib qoladi. Inkubatorni ushalib qoladi-da, misol. Boshqa inkubatordagi miyasini berib yuboraman. Shuni hisobiga ozgina u yoqqa to'lov qilaman. Kallasini o'zi qanchadir tursa to'lovini qilaman-da, Xitoydan menga yuboriladi. Shunaqa. Zapchaslari ham xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Undan keyingina 1 yil o'tami, 2 yil o'tami, xudo xolasa nimaga bunga o'tib ketdik, Xitoy inkubatorlariga o'tib ketdik, aytib o'tib ketdik. Buzilishi juda kam prosentlarda buzilishi. Natijasi ham xudo xolasa zo'r. Oldingidek o'zimiz yasagan inkubatorda qulog'imiz tinchimas edi. Hozir ham qulog'imiz tinchimayapti, faqat inkubator bormi degan savol. Oldin inkubator ozgina ishkal bo'lib qolyapti. Nima qilish kerak? Olib keladi, tuzatib beramiz. Kechasida buzilib qolsa, olib keladi, tuzatib beramiz, shunaqa. Bularda xudo xolasa xotirjam uxlayapmiz-da. Shu kunduzi sotuv bilan shug'ullansak, kechasi xudo xolasa hammasi joyida bo'lyapti. Shuning uchun. Aka, ma'lumotlar uchun kattakon rahmat. Alloh savdoyingizga baraka bersin. Aziz kuzatuvchilar, mana bugun sizlarga yangilik inkubatorlar haqida kerakli ma'lumotlarni berdik degan umiddamiz. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, mana usta akaning raqamlari ekranda yozilgan. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bafurji ma'lumoti kerak bo'lsa, aytib o'tdilar, YouTube kanaliga o'tsanglar, har biri haqida alohida videoroliklar qilib qo'yishgan. Siz xotirjam tomosha qilib, ko'nikmaga ega bo'lsangiz bo'ladi. Xo'p, bu inkubatorlarimizni O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berishadi. O'zim kelaman, ko'rib olaman deganlar bo'lsa, manzilni eslatib o'tamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani Segazaqum mahallasida joylashgan. Mana kimga 400 ta kerak bo'lsa, 400 talikdan tortib 10 taligacha inkubatorlarni assortimentda bor ekan. Bemalol kelaverasizlar. E'tibor uchun kattakon rahmat. Bu ma'lumotni foydali deb hisoblasanglar, albatta ozgina mehnatimizni qadrlab, bitta like bosib ketishni unutmanglar. Salomat bo'linglar. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling.